Assalomu alaykum do'stlar, mohiruvchilar. Xudo xolasa 10 fevral seshanba kunimizga shu baliqlarimiz ham yetib keladi. Qog'ozimizni qaranglar, sifri hamcha ko'rsatmayapti. U ekranga to'g'ri kelmay qolyapti akalar. Mana shu balig'imiz, oltita balig'imiz 10 kilo 200. 10 kilo 200 akalar. Kichkinasi 1 kilo 200 bo'ladi, kattasi 2 kilo 2,5 kilogacha bo'ladi. Xudo xolasa o'sha kunga 150 kilo 150 kilo baliq to'kamiz. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yusuf tog'am, Farg'ona viloyati Yazyovon tumanida. Mana akalar, xudo xolasa zo'rimizga suvlarimiz to'layapti. Chiqsa uzunligi 80-90 metr chiqadi. Unaqa uzun emas, chuqurligi 1-1,5. Xudo xolasa 10 fevral kunga 100 kilo, 150 kilo baliq to'kiladi akalar. Kichigi 1 kilo 200, kattasi 2 kilo 2,5 kilogacha akalar. Murojaat uchun Yusuf tog'am nomeri mana shu, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Jupasikalarni ham beradi. Obyektlarimizga oshlarimiz bor akalar. Bitta kursimiz 15 ming. Mazza qilib kelib o'g'li qilib akalar navba olib, xotirjam ketaverasizlar. Sharoitlarimiz qulay. Hammaga omad, hammani omadini bersin, mazza qilib ushab, damni olib, akalar zo'r kayfiyatda ketishlarini tarafdorimiz akalar, kelaverasizlar.